Hurmatli do'stlar, Shimbalan ro'parasına geldik. Shimbalan ro'parasına ikkinchi qavatda remontdan chiqqan, yangi remontdan chiqqan ikki xona kvartirani tanishtiramiz. Ikkinchi qavatda girish eshiklarimiz, bu yonimizda sanuzel hojatxonamiz, yurtdorimiz deyin. Ana shundan patologgacha kafel bo'lgan. Hamma narsasi yangidan qo'yilgan. Bu yonimiz to'q konturning koteli, hamma narsasi tayyor holda, jalyuzilar, oshxonamiz bu yonimiz. Kuxning mebellari ham, gaz plitalar ham yangidan qo'yilgan. Joyimiz remontdan keyin hech kim yasholmagan, bemorlar o'zlaringiz yashab ketaverasizlar. Yangi joy, yangi remont qidirib yurgan do'stlarimiz bo'lsa, shu joyingizni tarqatimga Jo'rabek Shimbalan qatoridan so'rab bergan bo'lsa, berimiz. Bir xonasi, ya'ni spalnisi, mehmonxonasi, aziz yurtdoshlar, o'zimiz aytamiz, mehmonxona beramiz. Ko'rib turibsiz, yine ajoyib qilib remontdan chiqarib qo'ydilar. Devorlarimiz hammilari oboy qilib. Bu yonimizga kelaversak, bu yonimiz spalnisi. Mana bu spalni. Aziz yurtdoshlar, Jo'rabek Shimbalanning qatoridan so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa, yo'lni dik bo'yidan so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa, shu joyimizni tarqatamiz. Like, podpisyasiya so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yangi ko'chmas mikroda ko'rishguncha.